Assalomu alaykum oyijonlar. 3-farzandimda Philips Avent butulkasini ishlatyapmiz. Birinchi marta. Ikkita katta farzandimda har xil markani butulkalarni ishlatganmiz. Nuk, kamera, keyin Chico brendinikini, keyin Cool Babynikini ham ishlatganmiz. Bu safar shu Philips Avent topib ko'rdik. Antikolikoviy sistemasi bor ekan. Telefon ishlamaydi, antikolikoviy sistemasi deyapti. Yo'q, ishlar ekan. Mana bu yerda mana teshikchasi bor. Keyin butulkani ham mana bu yerda teshikchasi bor. Mana shu teshigiga tushishi kerak. Mana tushdi. O'shanda mana ishlar ekan. O'sha chiqayotgan havosini yutib olmaslik uchun